Demak, muhr zaiflashdi. Bu hali ham tanamni bir qismi xolos. Lekin buni qilish kerak deb o'ylayman. Tomosha qiling. Qariya g'iybatchilar. Bugungi darsimiz mavzusi chaqirish sehri. Lekin birinchi o'rinda Cain von Silford shu yerdami? Ha, bilaman. Bugun yana o'zim o'rganishim kerak, to'g'rimi? Yo'q, hujum sehridan foydalanmayotganimiz uchun unda ishtirok etishim mumkin. Nima? Rostdanmi? Rahmat. Men sizlarga o'rgatish uchun mutaxassis olib keldim. Men odatda saroy sehrgari bo'lib ishlayman. Meni ismim Grat. Chaqiruv sehrining ikkita turi mavjud. Ulardan biri yirtqich hayvon bilan aloqa o'rnatish va u bilan shartnoma tuzish. Ikkinchisi esa sehrli doira yordamida chaqirib shartnoma tuzish. Ha, tushunarli. Demak, Haku va Jim bilan shunday aloqa o'rnatib shartnoma tuzgan ekanman-da. Bugun sehrli doira bilan chaqiruvni sinab ko'ramiz. Agar siz chaqirishga muvaffaq bo'lib, u bilan kelisha olmasdan shartnoma tuza olmasangiz, u tezda yo'qoladi. Demak, urinishlarni amalga oshirish uchun ulardan foydalaning. Boshladik. Qanday yoqimli. Men bilan shartnoma tuzasammi? Yaxshi, men navbatim. Men bilan shartnoma tuz. Afsuski, u bilan shartnoma tuzish uchun senda sehr yetarli emas edi. Ammo sen bunday kuchli hayvonni chaqirganing juda ham ta'sirli. Shartnoma tuzmaguningcha sehringni oshirish uchun qattiq mashq qil. Xo'p, yaxshi, keyingisi Cain shu yerdami? Ha, qolganlar tugatishdi. Endi urinib ko'rishim mumkin. Xo'p, unday bo'lsa, demak bu sehrli doiraga qo'limdan kelgancha sehr qo'yishim kerak, to'g'rimi? Lekin yana muqona nimadir paydo bo'lsa-chi? Xavotir olma. Agar sen shartnoma tuza olmasang, u shunchaki yo'qoladi. Sen xohlagancha sehrni qo'yishing mumkin. Unda men xohlagancha sehrni qo'yaman. Umid qilamanki, Haku va Jim bilan o'ynash mumkin bo'lgan birontasini chaqiraman. Hoy, shoshma. Baxir! Va bundan biroz oshsa. Bu nimasi? Men Zulmat shahzodasini chaqirishga jur'at etgan kim? Flash! Ko'zlarim! Nahotki u hozirgina o'zini Zulmat shahzodasi deb chaqirdi. To'g'rimi? Men qayta tug'ilgan aristokratman. Hozir sehrim haddan tashqari ko'p va chaqiruvlarimda ham anchagina muammo tug'diryapti. Men juda qo'rqinchli narsani chaqirganga o'xshayman. Buni sir saqlay olamanmi o'zi? Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. O'zini Zulmat shahzodasi dedi. U Aronni tarafidami?
Demak meni sen chaqirdingmi? Zot past inson. U meni statusimni ko'rdi. Meni o'ldirmoqchi. Qo'pollik qilganimdan afsusdaman. Xizmatkoringiz sifatida qo'limdan kelgan hammasini qilaman. Iltimos meni o'ldirmang. Nima? Men mamnuniyat bilan chaqiruv shartnomasini tuzaman, albatta. Agar sen menga biror xalqni yo'q qilishga buyursang, men uni amalga oshirish uchun butun iblislarni go'rdan tiriltirishga ham tayyorman. Shoshman, men bunday qilmoqchi emasman. Men hech qanday xalqni yo'q qilmayman va iblislarni ham tiriltirishing shart emas. Tushunarli. Agarda fikring o'zgarib qolsa, bajonidil. Meni Set ismi bilan chaqirishadi. Agar men bilan shartnoma tuzsang, istalgan vaqtda meni chaqirishing mumkin. Yaxshi. Bundan tashqari, meni bunday deb chaqirishni bas qil. Meni shunchaki Kain deb chaqira olasanmi, Set? Ustoz Kain deysizmi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, biror xalqni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, meni chaqiring. Men senga aytdim-ku, men hech qanday xalqni yo'q qilishni xohlamayman. Kain. Hozirgi yigit o'zini zulmat shahzodasi. Lekin u bilan shartnoma tuza olmadim, shuning uchun u darhol yo'qoldi. Rostdanmi? Ha, albatta. Yaxshi. Buni shundayligicha qoldira qolamiz. Ha, Xudoga shukr, men buni yashirishga muvaffaq bo'ldim. Yo'q, buni yashira olmadim. Menga aytchi, Kain. Bugun maktabda nimani chaqirding? Kechirim so'rayman. Men chaqirgan narsa iblis. Eshitmadim. Men iblisni chaqirdim xolos. Bu noto'g'ri. Rostini ayt, Kain. Zulmat shahzodasi. Zulmat shahzodasi. Va keyin nima bo'ldi? Albatta sen uni orqaga qaytarmagansan. Men seni bilaman. Ha, men Zulmat shahzodasi bilan shartnoma tuzdim. Demak bu haqiqat. O'z-o'zini tiyish haqida hech qachon eshitmaganmisan? Bilasanmi, agar u g'azablanganda nima bo'lar edi? U ko'z ochib yumguncha qirollik poytaxtini vayron qilishi mumkin edi. Uzr so'rayman. Sehrimni qo'llaganimda aylanib uni tortib olishda davom etdi. Undan bunday narsa chiqishini tasavvur ham qilmagandim. Bir soniya. Iblis-ku mayli, lekin Zulmat shahzodasini. Senda qancha sehr bor? Ehtimol, uni birinchi podshoh bilan mashg'ulotlari uni sehrini oshirgan. Birinchi shoh bilanmi? Kain, seni g'ayri-insoniy statusing qanday ekanligini ko'rsat. Grat, hozir ko'radigan narsang bu xonadan chiqmasligi kerak. Buni davlat siri deb hisobla. Kimgadir aytsang, qatl qilinishing mumkin. Kain, endi bizga ko'rsat. Raqamlar qanday ko'rinishga ega? Yaxshi, hozir ko'rsataman. Status ochil. Yarim ma'bud. Status behisob. Kain, bu nom yana nima? Haligi. Ma'budim. Xo'sh, shoshmang, bunday qilmang iltimos. Lekin Kain, endi sen yarim ma'budsan. Endi sizni Lord Kain, yo'q, Usta Kain deb atashimiz kerak. Qo'y, siz ham emas, bosh vazir Magna. Kain, bu mamlakatni yo'q qilmaysan, to'g'rimi? Aslida qirollikni bir chetga suraylik, butun dunyoni yo'q qilishing mumkin. Men bunday ish qilmayman. Sizlar ham xuddi Set aytgandek gapiryapsiz. Nima shundaymi? Iltimos, hammangiz menga har doimgidek muomala qila olasizmi? Tushunarli. Juda yaxshi, biz senga har doimgidek muomala qilamiz. Ammo bu maqom bilan agar sen mendan shohlikni so'raydigan bo'lsang, bunga hech qanday e'tirozim yo'q. Janob oliylari. Grat. Endi buni nima uchun aytib bo'lmasligini tushundingmi? Va Kain, ommani yig'amiz. Viskontga aylan, men senga shahar beraman. Uni istaganingcha boshqar, muvaffaqiyatga erishsang unashtirilganligingizni e'lon qilaman. Men hech qanday e'tiroz bildirmayman. Qirollik poytaxti yaqinidagi shaharchami va sen mahalliy ma'muriyatni xuddi shunday saqlab qolishing mumkin. Bitta uy yoki bitta shaharni himoya qila olmaydigan odam butun bir xalqni himoya qila olmaydi. Bu bilan tabriklayman. Va qaysi hududga hukmronlik qilasiz? Menga hali aytishganicha yo'q. Uni poytaxtga yaqin bo'lishini aytishdi xolos. Ishonchim komil, istalgan shaharni obod qila olasiz. To'g'ri, o'zimiz yig'ilib bugun buni nishonlashimiz kerak. Kain-sama. Dahshatli yangilik. Lord Garm hozirgina Grasiyadagi Jin Samadan shoshilinch xabar oldi. Maxluqlar o'rmonida hujum belgilari kuzatilganga o'xshaydi. Nima?
Shoshilishim kerak. Jin aka, va nihoyat men yetib keldim. Kain, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Endi seni Kain sama deb atashni boshlashim kerak, to'g'rimi? Yo, iltimos, bunday qilmang. Eng muhimi. Ha, so'nggi bir necha oy ichida o'rmonda yirtqich hayvonlar tomonidan hujumga uchragan sarguzashtchilar soni oshdi. Men buni tekshirish uchun yuqori darajali avanturistlarni yubordim. Ularning aytishicha, o'rmondagi yirtqich hayvonlar soni ko'paygan va vahshiy bo'lib qolgan. Bir necha 10 yillar oldin yirtqich hayvonlar vahshiy bo'lib, o'rmon chegarasini tark etgan voqea haqida eshitganmisan? Hujum edi, to'g'rimi? Agar sen buni o'tmishdagi hujumlar yozuvlari bilan taqqoslasang, o'rmonni hozirgi holati o'sha paytdagidek. Shuning uchun otam bilan bog'landim. Undan avanturistlar gildiyasi orqali butun mamlakat bo'ylab avanturistlarni yuborishni so'radim. Ammo biz nimadir qila olishimizga amin emasman. Ular bu hujum ekanligini aniq ayta olmaydi demoqchimisiz? Aynan. Biz ritsarlar yoki askarlarni yubora olmaymiz va buni jiddiy emas deb ham o'ylay olmaymiz. Shuning uchun buni ehtiyotkorlik bilan hal qilishimiz kerak. Ha, shunaqami? Hammasi joyida. Men borib o'rmonni ko'rib chiqaman. Xo'sh, shoshma, Zodagonni bunday tavakkal qilishiga yo'l qo'ya olmayman. Qolaversa, sen hali yoshda... Nima? Darajali, lekin qanday? Ba'zi narsalar bo'ldi. Meni qobiliyatlarimni bilgach, ular ma'qullashga majbur bo'lishdi. Esizdami? Siz allaqachon bilasiz. Qizil ajdarho? Ha, to'g'ri. Unday bo'lsa, menga yordam berganingdan juda xursandman. Men ham qo'limdan kelganini qilaman. Men avval shahardagi avanturistlar gildiyasiga boraman. U yerdan o'rmon haqida ma'lumot to'plashim kerak. Yaxshi. Xo'p. Jenursin, endi bolalarni ham jo'natishyaptimi? Poytaxtdagi gildiya chindan ham aqldan ozib qolgan shekilli. Marhamat qilib kartangizni ko'rsating. Nima? Darajali? Kaysama, men bu yangini ahmoqlik uchun uzr so'rayman. Yana ko'rganimdan xursandman. Rodisan, meni eslaganingizdan juda xursandman. Bu qanday sharaf? Nima uchun keldingiz? Bilasanmi, bu shaharni ma'muriyati meni akam Jin menga aytdiki, bu o'rmonda muammo bor ekan. Ha, shubhasiz hujumni kuchayib borayotgan belgilar mavjud. O'rmonga yaqinlashish qiyin, chunki yirtqich hayvonlar yanada vahshiy bo'lib qolishgan. Ko'p odamlar yaralangan. Shunaqami? Kain. Ha, bu Kain. Mili sensei va Nina sensei. Bu yerda nima qilyapsizlar? O'zingchi Kain, bu yerlarda nima qilib yuribsan? Axir bu meni ona shahrim-ku. Akam bu yerda ma'muriyat boshlig'i, u meni chaqirtirdi. Ha, shunaqami? Lekin sizlar nega bu yerdasiz? Bilasanmi? Gildiya bizdan kelishimizni so'radi. Ular barcha yuqori darajali avanturistlarni chaqirishdi. Demak, sizlar allaqachon o'rmonga bordinglarmi? U yerda yutqich hayvonlar ko'p va ular kuchliroq bo'lgan. Demak, bu haqiqat. Va ular guruh bo'lib harakat qilishyapti. Shuning uchun ikkalamiz o'zimiz chuqurroq bora olmadik. Akam va uning rafiqasi bu yerga kelyapti. Ular bilan birga bo'lamiz. Rostdanmi? Klod va Lina kelyaptimi? Ularga ishonsa bo'ladi. Kaysama, endi nima qilmoqchisiz? Rodi, men o'rmonga tekshirish uchun boraman. Yolg'iz bora olmaysan. U butunlay haq. Biz bilan birgalikda Klodni kutishing kerak. Lekin men imkon qadar tezroq nima bo'layotganini bilishim kerak. Ammo siz kabi zodagon va yer egasiga biror narsa yuz bersa, bu o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari gildiyamiz mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak, lekin men juda ham kuchliman. Biz buni bilamiz. Hech bo'lmaganda siz bilan birga boradigan odam bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, u bor, odam emas, lekin chaqirish. Haku, Gin. Chindan ham nimadir bor. Biz o'rmonni tekshirishimiz kerak. Biror narsa yuz bersa, menga xabar bering. Qidirish. Bu nima? O'zimni kuzatilayotgandek his qilyapman. Bu emas. Bu ham emas. Bu ham emas. Bu ham emas. Nimadir g'alatligi aniq. Balki undan tekshirib ko'rishini so'rarman. Chaqirish, set. Mendek zulmat shahzodasini kim chaqirishga? Salom. Kain-sama, sizning xizmatingizda. Kechirasan, lekin sendan bu o'rmonni tekshirishingni so'rayman.
Meni qidiruvim ishlamayapti va nimadir g'alati, shunday emasmi? Ehtimol sen nimandir tushunasan deb o'ylagandim. To'g'ri. Bu yerda kuchi haddan tashqari ko'p bo'lgan mavjudot bor. Menimcha sababi shu. Kuchi haddan tashqari katta? Ha. Va ko'p sonli yirtqich hayvonlar unga erishishga harakat qilmoqda. Meni vatanimda ham ko'plab yirtqich hayvonlar bor, lekin bu normal emas. Va ularning barchasi yuqori darajali hayvonlar. Agar kuchli yirtqich hayvonlar Grasiyaga kirsa, katta muammo bo'ladi. Set, boshqa tafsilotlarni aniqlay olasanmi? Agar bu sizga kerak bo'lsa, tergovga ixtisoslashgan bo'ysunuvchim bor. Uni chaqiraymi? Ha, iltimos. Unda chaqirish Dalmatiya. Lord Set, sizga qanday xizmat qila olaman? Bilasanmi? Lord Set, bu kim bo'ldi? Uni ismi Kain va men u bilan shartnoma tuzganman. Ma'budlar yo'llaqagan odammi? U bu dunyoni zabt etuvchi ma'bud. Set, ahmoq, men bu dunyoni zabt etmayman va ma'bud ham emasman. Bo'l, tezroq o'rmonni yaxshilab tekshirib chiq. Ha, albatta. Dalmatiya bir vaqtlar 4 samoviy qirollardan biri bo'lgan va u tergovga ixtisoslashgan. Hozir nafaqadaman, lekin mahoratim susaymagan deb umid qilaman. Yaxshi. Dalmatiya, bu o'rmonni tekshirib ko'r. Istagingiz bosh ustiga, ma'bud yo'llaqagan. Men Kaynman. Bu nima? Bu mening maxsus qobiliyatim. Shoshma bu, nahotki? Sizga ko'rsatishim xolismi? Yo'q, iltimos, ularni tashqariga chiqarma. Unday bo'lsa, sizga ko'rmasdan tarqalishadi. Shunday maxluqlar ham bormi? Bunga qaranglar. Lord Set, bu ma'budlar yo'llaqaganni kuchimi? Set! Bu yerdagi ishlarga qarab tur. Men ularga nima bo'layotganini bilish uchun biroz shaharga qaytaman. Mayli. Qilich ko'tarishimizni ham hojati yo'q. Agar unga qarshi bo'lganimizda bir zumda o'ldirilgan bo'lar edik. Bular nima? Ular men hech qachon ko'rmagan hayvonlar. Ko'zlarimga ishonmayman. Ularning hammasi AVS darajali, to'g'rimi? Bularga qaranglar. Cloud-san, Lina-san, bular qayerdan paydo bo'ldi? Ular hayvonlar o'rmoni dedi. Shularmi? Ha, shunday o'xshaydi. Agar bu narsalar shaharga kirsa, bu o'rmonning ichkarirog'ida bundan ham kuchli hayvonlar borga o'xshaydi. Ehtiyotkorlikda kuchaytirish kerak. Tushunarli, juda kuchli hayvon bizni qo'rqitmoqchi bo'layotganga o'xshaydi. Bunda yaqinroq kelishga jur'at etma deb yozilgan. Nima? Bu meni qo'rqitmoqchi, shunday emasmi? Qiziqarli. Dalmatiya, sen zanglaganing yo'q, to'g'rimi? Lekin men uzoq vaqtdan beri jang qilganim yo'q. Shuning uchun bundan biroz xavotirdaman. Bu yana nimasi? Bu shunchaki qizib olish uchun mashg'ulot bo'ladi xolos. Biz ichkariga kiramiz. Sizni tushundim. Bu mashaqqatli mashg'ulot bo'lishini va'da qiladi. Menga nima yaqinlashyapti? Ular qariyalarni izdoshlari emasga o'xshaydi. Bu axir Hamolga o'yinni boshlash vaqti keldi. Rampage, odamlarni hammasini yo'q qiling. Usta Kayn, ogohlantirish kerak. Ko'chish. Nima? Kayn-sama, sen kimsan? Hammasi joyida, men uni bilaman. Kayn-sama, bu favqulodda holat. Bu hujum, hayvonlar armiyasi harakatlana boshladi. Ha? Bu nimasi? Rudy-san, iltimos, men akam qasrda bo'lish kerak, unga xabar ber. Claude va Lina, iltimos, sarguzashtchilarni yig'ing. Maxluqlarning shaharga kirishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. O'zing nima qilasan? Men maxluqlar o'rmoniga ketyapman. Bu juda xavfli, Kayn-sama. Xavotir olmanglar, menda. Sarguzashtchi sifatida ro'yxatdan o'tmagan, lekin hali ham A darajasidan kuchliroq bo'lgan ba'zi do'stlarim bor. Kayn-sama, hozir siz meni do'stim dedingizmi? Agar menga shunday desangiz, sizga yordam berish uchun jonimni berishdan boshqa ilojim qolmaydi. Kanalga set. Ha. Qadrlarim. Tifana.
Kadirlerim. Bu yerde Margrave Garm Chivalry Ordeni'den favqulodda qo'shinni talab qildi. Sen yolg'iz keldingmi? Shunchalik shoshilganimdan bu yerga birinchi yetib keldim. Daim va boshqalar men ortimda. Eng muhimi, hujum boshlandi, to'g'rimi? Ha, men hozir o'rmonga ketyapman. Unda men ham sen bilan. Yo'q, sen bu shahardagi risirlarga rahbarlik qilishing va sarguzashtchilarni himoya qilishing kerak. Men uyimni himoya qilishing kerak. Qadrlarimni uyini himoya qilaman. Qadrlarimni uyi. Tushunarli. Sen yo'qligingda uyingni himoya qilaman. Senga ishonaman. Ha, qadrlarim, o'zingni ehtiyot qil. Qayinsama, nima uchun yugurishimiz kerak o'zi? Ko'chib o'tish sehridan foydalana qolmaysizmi? Bu dunyoda buni ishlatadigan odamlar unchalik ko'p emas. Biroz oldin ishlatganingda men chindan ham hayratda qoldim. O'zingni tutishga harakat qil. Shunaqami? Inson bo'lish juda qiyin bo'lsa kerak. Qanday nostalgiya, jang maydoni havosiga o'xshash narsa mavjud emas. Dalmatiya. Inferno! 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 Bunga qaranglar. Qayinsama, buni bilaman. Ana bu joyda. O'sha yerda. Shunday emasmi? Seni kutyapman. Qariyalarni izdoshi. O'yin allaqachon boshlangan axir. Aron. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. 生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕を見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき意味を見つけたよ持て余してたその想いその輪にかけよう君に届けよう Qadrlarim, qadrlarim, bu odamlar yana kim bo'ldi? Uni do'sti, do'stining rafiqasi, sobiq o'qituvchisi, sevgilisi. Lefani, azizim. Buni uyga qaytishingga saqla.